Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugungi obyektimiz Samarqand Safos Oferin ko'chaga kelganmiz. Piskalarni manda og'dardi. Shibonimiz Xudo xolasa mashinaga stashga bardor. Bugun kelinga. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Shu xonadonimizni fonni stashga latok armaturlarni to'qib tashlanadi. Bu yerga fonni stashga boradi. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar.